Ehtiyot olmaysizmi? Nima qilyapsiz? Ertaman menda asabni buzdingiz. O'zi 3-4 kunlik umrim qolgan bo'lsa. Menga nima? O'zing o'lib ketolmaysanmi? Assalomu alaykum. Tog'a kafanliklar sizdanmi? Tog'a sizga gapiryapman, eshitmayapsizmi? Uzr o'g'lim. Qulog'im eshitmaydi, azmirroq ozgina. Quloqingiz yaxshi eshitmasa, apparat taqib oling. Yarim soatdan beri turibman. Nima bo'lyapti ertanmanda sizlarga? Necha metr kafanlik ketadi bitta odamga? Avvalo uzr, 25 metr material ketadi. O'lchang bo'lmasan, 25 metr. Xo'p. Tog'a, yaxshisidanmi? Yumshoqrog'idan bering. Kimga o'zi? O'zimga doktorlar 3-4 kunlik umringiz qoldi dedi. Olib qo'yay shuna narsalarni. Eng yaxshisidan bering. Avvalo Alloh shifo bersin ukan. Buni kiyganlarni birortasi yoqmadi demagan. Almashtirib bering deb qaytarib ham olib kelmagan. Bu dunyoda hamma narsani garantiyasi bor, lekin buni kafanlikning garantiyasi yo'q. Buni kiygan odam qaytib kelmaydi bolam. Yaxshisidan so'radinglar. Eng yaxshisi kiyishdan oldin kiyishga tayyorgarlik ko'rish. Mana. Qancha bo'ldi? 220 ming bo'ldi. Rahmat. Tayyorgarlik ko'rdimmi? Ko'rmadimmi, bilmadimmi? Oxirgi libos hech qancha pul bo'lmasa.